Assalomu alaykum hurmatli Muhsin jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Hop. Bizni navbatdagi universal trabilkamiz Namangan viloyati Ulug'nor tumaniga xudo xolasa chiqib ketyapti. Super universal trabilkamiz son hashimay edi. 3 kilovatlik zavodskiy motor qo'yilgan, alyumin motorlik. O'zida 6,5 kilovat yozgan, aslida 3 kilovat bo'ladi. Buni hozir hashib chiqarib ko'rsatib beramiz. Boshladik. Qo'l tutmaydigan varianti, o'zi osilib ketadi. Bo'ladi. O'chiraver. Kimga shunaqa trabilkalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-hafta bazar chidamiz. Mayligini ko'ryapsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.